Biz bugün Şarkı Türkistan tarixida qurilgan Chagatai davlatining bir butun musulmon davlatiga aylanib, Uyg'urlarning shalliq tarix yaratishiga bir vosita ta'sir ko'rsatgan To'g'liq Temirxon bilan tanishib chiqamiz. 1206 yildan 1227 yilgacha qolgan bo'lgan Chingizxon o'lishdan burun 4 o'g'liga besib olgan zaminlarini bo'lib bergan. O'g'illarining ikkinchisi bo'lgan Chagatai xonga butun Sharqi Turkiston zaminini va Buxoro, Samarqand, Kobulni o'z ichiga olgan Mavara an-Nahr zaminining buyuk bir qismini bo'lib bergan. Shuning bilan Chagatai davlati qurilib 102 yil o'tgandan keyin Chagatai davlatining hukmronlik taxtida To'g'liq Temirxon o'ltirdi. To'g'liq Temirxon Turkiy millatlar madaniyatining ta'sirida ota-bobolardan boshlab tadrijiy uyg'urlashgan. Chingizxonning o'g'li Chagatai xonning nasabidan Isan Bug'a xonning o'g'li bo'lib, Chingizxonning 7-nevarasi bo'ladi. Chagatai xon 1227-yili Chagatai davlatini qurib 4 yildan keyin Uyg'ur tilini davlat tili qilib bekitdi. Shuning bilan Chagatai davlati uyg'urlashishga, shundaqla Uyg'urlarning e'tiqodi bo'lgan islom diniga moyillikqa oshdi. To'g'liq Temirxon dadasi Isan Bug'a xonning o'lganidan keyin 1329-yili 18 yoshida Amir Bulajining qo'llashi bilan taxtga o'tirdi va uzun o'tmay poytaxtni Oqsudan Olmaliqqa o'tkazdi. To'g'liq Temirxon taxtga o'tirib 24 yosh vaqtida Mavlana Arshidin dadasining vasiyatiga asosan Olmaliqqa kelib, To'g'liq Temirxonni islomga da'vat qilib musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. Mo'ng'ullar aslida uyg'urlashib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo musulmon bo'lmagan edi. To'g'liq Temirxon va boshqa amirlar musulmon bo'lgandan keyin bu davlat vaqtning o'tishi bilan musulmon davlatiga aylandi. G'arbiy Turkistondagi baglar ko'rinishda Chagatai davlatiga itoat qilgan bo'lib olib, o'zaro xalliq talashib ichki urushga kirishib ketdi. To'g'liq Temirxon davlat zaminini bir butun asliga keltirish uchun qat'iy niyat kelib, milodiya 1359-yili cho'ng va muntazam qo'shin bilan G'arbiy Turkistonga hujum qiladi. Buni anglagan baglar aloqzodi bo'lib, Barlas qabilasining boshlig'i Amir Hoji va shuningga ergashuvchi baglar mol-mulkini elib Hirot va Kobul taraflariga qochadi. Jalayir qabilasining begi va Barlas isilzodalari va Yeshil shahar hokimi Temirbek qatorliq bir qancha baglar To'g'liq Temirxonga to'liq bo'ysunadiganligini bildirdi. To'g'liq Temirxon bularga iltifot ko'rsatib, o'z joylarini o'zlarining boshqarishiga berdi. Shunda qilib To'g'liq Temirxon hech urush qilmay G'arbiy Turkistonni to'liq bo'ysundirib, milodiya 1361-yili Olmaliqqa qaytib ketdi. Uzun o'tmay yana urush boshlanib, milodiya 1363-yilning 5-ida To'g'liq Temirxon G'arbiy Turkistondagi isyonchilarga qarshi zo'r bir qo'shin bilan otlanib, go'yo bir muncha qushlar o'tirisiga bir tosh tushgandek tushdi va shiddat bilan qilingan bu hujumda isyonchilar tirpiran bo'lib ketdi. Shuning bilan To'g'liq Temirxon bu rayon vaziyatini turaqliq kapolatga ega qilish uchun cho'ng o'g'li Ilyas Xo'ja o'g'lanni G'arbiy Turkistonning umumiy valiyligiga tayinlab, yetarli askar bilan Samarqandga qo'ydi va shaharlarga hokim belgilab, shu yil ichida Olmaliqqa qaytdi. Shuningdan e'tiboran Chagatai davlatining zamin butunligi asliga kelib, To'g'liq Temirxonning amri sharqda Qori shahardan g'arbda Buxorogacha, shimolda Balqash ko'lining sharqiy janubidan janubda Hinduqush tog'larigacha yetdi. Chagatai davlatining bir butun musulmon davlatiga aylanib, Uyg'urlarning shalliq tarix yaratishiga bir vosita ta'sir ko'rsatgan marhum g'ozi To'g'liq Temirxon 52 yoshlarida Chagatai davlatining poytaxti Olmaliqda vafot bo'ldi. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda, alem şahit bolganti, sen tarihni yazganda.